Arab jigarim bir gap eshitdim-da. Aha, eshitaman. Umar ibn Xattob oldin islomga qarshi bo'lgan ekan, shu gap rostmi? Ha, Umar ibn Xattob avval islomga qarshi edi, lekin haqiqatni anglagach, islomning eng buyuk himoyachilaridan biriga aylandi. Uning hayoti inson o'zgarishi va to'g'ri yo'l topish mumkinligining yorqin misolidir. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu hayotlari shuni ko'rsatadiki, inson qalbida iymon va sabr bo'lsa, hech qanday qiyinchilik uni sindira olmaydi. Arab jigarim bir gap eshitdim-da. Aha, eshitaman. Umar ibn Xattob oldin islomga qarshi bo'lgan ekan, shu gap rostmi? Ha, Umar ibn Xattob avval islomga qarshi edi, lekin haqiqatni anglagach, islomning eng buyuk himoyachilaridan biriga aylandi. Uning hayoti inson o'zgarishi va to'g'ri yo'l topish mumkinligining yorqin misolidir. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu hayotlari shuni ko'rsatadiki, inson qalbida iymon va sabr bo'lsa, hech qanday qiyinchilik uni sindira olmaydi.